Bu ish orqasida sizni 750 ming dollarlik xonadon kutib turibdi. Ketdi birgalikda tomosha qilamiz. To'xting. Oldindan kelishib olaylik. Bu xonadon yoqsa like ayamisiz. Ketdi. Ichkariga kirganingizda sizni shunaqa atmosfera kutib oladi. Kiraverishda, prixoshkada встроенный shkaflar qilib qo'yishgan, kiyim-kechak yosish uchun zo'r sharoit qilib qo'yishibdi. Mana buni qarang. Voy, bu xonadonga necha kilo tilla ketganini fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Uyimizni remontiga bitta baho bering. Uyimizni полностью теплый pol qilingan. Bu yerda kuxonniy zona, mebel texnika bilan полностью jihozlangan. Bu yerda esa oila davrasida choy-poy ichish uchun zo'r sharoit qilib qo'yishibdi. Bu yerda ikkita balkon bor. Hozir zo'r joyini ko'rsataman, ketdi. Bu xonadonimizda duplex. Videoni oxirigacha ko'ring, aniq afsuslanmaysiz. Bu ko'rib turganingiz gostivoy zal, искусственный kaminlar o'rnatib qo'yishgan. Uyimizda полностью умный dom Alisa orqali boshqariladi. Mana bu ishga lekin gap bo'lishi mumkin emas. Ochilishini qarang. Qayerdadir shunaqa ishni ko'rganmisiz? Hech. Bu birinchi qavatdagi родительский spalni ko'rishingiz mumkin. Remontiga bitta baho bering. Bu yerda esa общий sanuzel joylashgan. Sifatli material ishlatilgan ekan uyimizning remontiga. Bu детский xonamiz. Endi esa uyimizning fishka joyini hozir ko'rsataman. Mana bu zinalarni qarang, полностью tosh ishlatilgan ekan bu zinaga. Gap bo'lishi mumkin emas. Ikkinchi qavatga ko'tarilganingizda bu yerda bitta родительский spalni o'zini sanuzeli bilan birga. Hozir esa uyimizning eng yoqqan joyini sizga ko'rsataman. O'zingiz bitta baho berasizlar. Marhamat. Uyimizning terrasasi, atmosferani qarang, mazza qilib dam olib o'tirish uchun zo'r sharoit qilib qo'yishibdi. Oila davrasida yoki oshna og'aynilar bilan mazza qilib o'tirasiz. Bu yoqqa mangallar o'rnatib qo'yishibdi, yaxshi ovqatlar qilib, mana buni qarang, tapchanni gap bo'lishi mumkin emas. Yoqtiraman shunaqa joyini. Mazza qilib yonboshlab o'tiradigan joy bo'libdi. Xonadonimizning vidi G'ofur G'ulom park, Bunyodkor stadionga qaragan. Bu xonadon kimga yoqqan bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qiling, pastda nomerlarni qoldiramiz.